Yo Allah, Shahboz, nima bu? Mehmonxonada akvarium nima qilyapti Shahboz? Ben hozir vaqti shokdaman. Rasm videolarda ko'rdim, lekin bunchalik go'zal bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ya'ni emotsiya bormi? Qaranglar, buni вообще katta ekan. Do'stim, men kartinka deb o'yladim, men birinchi ko'rib kartinka tasavvur qilyapsiz. Men vannani qarang. Kim bilan bu vannada maza qilib cho'milgan bo'lardingiz? Shunaqa atmosferada toshbaqa, akula, dengiz atmosferasini berib qo'yganda. Bu yerda naqd 86 mingta baliq bor ekan. Nahang baliqdan boshlab toshbaqa, dengiz toshbaqasi, mayda chuda skat, katta skatlar baliqlari bor ekan. Yo, buni narxi hammaga qiziq-a, videoni tomosha qilishni oxirida aytamiz. Bu joyda qarang. Mehmonxona, mana o'tiradigan joy, vannalari, dushlari, xullas eng premium mehmonxona. Eng asosiysi mana bu manzara va mana bu mo'jiza. Voy, toshbaqani qarang, bu toshbaqani qarang. Juda ham katta ekan. Eng qizig'i, har kuni ertalab turganingizda birinchi bo'lib sizni mana shu baliq, toshbaqalar kutib olar ekanda ertalabdan. Bu chalaqa sun'iy intellektdan emas, hech qanaqa kompyuter grafikasi emas. Haqiqiy tabiiy baliqlar ekan. Eng qizig'i, bunaqa oynali akvariumli mehmonxona dunyoda ikkita ekan. Bittasi Dubayda, ikkinchisi Haynan orolidagi Atlantis mehmonxonasida ekan. Narxi bir kechasi atiga $13,000 ekan. Mana shunaqa manzarada uxlab berish. Biz hozir Xitoyning Haynan orolidamiz. Atlantis mehmonxonasida mana shunday mo'jizani guvohi bo'lib turibmiz. Bu joyga kelishlik uchun Toshkentdan primoy reys bor. Eng arzon aviabilet hamda mehmonxonalarni Aviasales.uzdan olib kelib ko'rsangiz bo'ladi. Bu mehmonxonada kim bilan qolgan bo'lardingiz? O'sha insonga yuborib qo'ying.